Fangşay tanlashni o'tib qo'yay. Qizlar bo'lsa tafsiliy ko'rib chiqinglar, o'g'illar bo'lsa ko'msanglar mayli va yoki qiz do'stinglarga, ayolinglarga avatib qo'ysanglar bo'ldi. Mening ergashquchlarimning orasida qiz, o'g'il, cho'ng, kichik deb har turdagi odamlar bor. Shularning ehtiyoji bo'yicha har xil filmlarni yo'llab berib kelyapman. Shu vaqt yo'llangan filmim o'zinglarning ehtiyojiga mos kelmay qolsa, atrofingdagi yaqin yo'riqlaringlarga mush film mos keladigan odamlarga avatib qo'ysanglar bo'ldi do'stlar. Ammo yozib ketguncha ma filmdan foydalanib qilinglar. Fangşay bo'lsa, yuz teri asrashdagi eng muhim nuqtaninki birisi. Shunga nurg'un qizlarninki fangşay setib olganda bek 5 qatada o'ziga mos keladigan yoki yaxshisini tanlab setib ololmay. Oldi bilan shu fangşayninki o'ralma qipida biz diqqat qilish tegishli bir qancha uchurlar va shularni deb beray. Ondan keyin nima to'g'riliq film yo'llasam inkas rayoniga yoki ayrim xatlarni yozib bevosita markasini deb bergan bo'lsangiz deb menga nurg'un ishonchlarni bog'lab umidlarni qilib so'raydi. Shunday ishonganlarga rahmat. Lekin izchil marka deb bermay kelgandim. Ma filmimda bir qancha marka va udulni tavsiya qilib qo'yay oxirida diqqat qilib turinglar. O'ralma qipidan biz diqqat qiladigan uchurlardan birisi SPF deb bir uchur bor. Buni qanday tushunamiz deganda oddiy qilib deb bersam, mushu fangşay, ya'ni o'tira binafsh nurdan to'sash vaqti uzun qisqalqini bilalasizlar. Ya'ni SPF 1 bo'lsa 15 minut. Hamda bu yizig'liqlardan 10, SPF 30, SPF 50 deb bor. Demak, 15 ni 30 essa yoki 50 essa ko'paysanglar, ashtinki to'sash vaqti. Mushni bilalasizlar. Undan boshqa PA deb bir uchur bor. Buni orqada qo'shash belgisi bor. Qo'shash belgisi qancha ko'p bo'lsa, buningki to'sash darajasi, mush o'tira binafsh nurdan to'sash darajasi shuncha kuchli degan gap. Bizning mana Shinjon rayonimiz ultra binafsh nur bir qadar kuchli bo'lgan rayonlarga tabi. Shunga mushninki kuchligini og'inanlar yaxshi. Undan boshqa bu ultra binafsh nur bo'lsa 3 turga bo'lindi. Birisi UVA, UVB, UVC deb. UVA deganimiz chang bo'dvan, ya'ni uzun to'lqin bo'liki. UVB deganimiz qisqa to'lqin bo'liki. UVA bo'lsa derazdimi o'tab bizning terimizga ta'sir qila oladigan, undan boshqa bizni qarditig'ini dalmish UVA. UVB bo'lsa bizning terimizni zaxmlantiradigan, terlar so'yiladigan ahvollar bo'ldi, atab chiqtirib ketgan vaqtimizda. Ashu dal UVB, mish ultra binafsh nurning keyin bir turi. Shunga situatsiya vaqtida UV belgisi bormi, yo'qmi, shuni so'ranglar yoki ko'ranglar. UV ni to'salamdi, to'samamdi. Ashni shanja deb birdi yoki o'ralma qipida bo'ladi. Mishdan qarab talab situatsiyalar bo'ldi. Undan boshqa davlatimizda ishlangan fangshaylarniki ijro qilish o'lcham nomerining orqada tirnoq ichib OW deb yoki WO deb yozib qo'ydi. Bu nima degan ma'no deganda OW olib qolsa, mushni shimyandaydilar, yuzib chiqarayotgan bo'ladi degan gap. Agar WO olib qolsa, buni shimyanday yuzib chiqarolmaysizlar. Balki girim yuyisi yo'qlar va qizlarniki shu orqali chiqaril bo'ldigan, işte fangshayniki birisi degan gap. Hamda chatalning olib qolsa, buni azroq isrof qilishlarda 2 stakan suvga azroq siqib chiqarib aralashtirsanglar, suvda erib ketsa, demak bu shimyanday jug'ul bo'ldigini. Suvda erimsa, shimyanday jug'ul bo'lmay, balki girim yuyish yoki girim chiqarish suyuqliklar chiqaradigan fangshay ekanligini bildirdi. Undan boshqa men boyatin degandek, markasini tavsiya qilib qo'yay. Mush hozir fangshaylarningki turlari bak ko'p. Mening nazarimdagi yaxshi deb qaraydigan bo'lsa, annashininki. Buningki puli sal qimmatroq bo'lsa, puli muvofiq, siz yaxshi deb qaraydigan yana ashtaqlardan tavsiya qilib qo'ysangiz deganlar bo'lib qolsa, Gaussian bilan Misi texniki mushikni tavsiya qilmay, puli muvofiq. Ammo Misi texnikini cho'qim Tailand bansini ishlatanglar. Undan boshqa 22 xil. Men o'zim mayli pul qimmat bo'lsin yoki muvofiq bo'lsin, yaxshi deb qaragan markadagi fangshayning ismini inkas rayoniga yozib qo'ydim. O'zinglar ishlatayotgan fangshay bilan silishtirib beqinglar. Markasi o'xshamdikan. Mush 22 dan ichida bormikan, yo'qmikan? Qatmagan do'stlar bo'lsa, qaytulanglar bu da filmni ko'rishlaymiz. 记得点赞关注哦。